Dada, tabriklang, keliningiz bir haftalik homilador bo'libdi. Endi nevarali bo'lasiz. O'g'lim, zo'r bo'libdi-ku. Bo'lmasa kelinni toqat qilsin, choy ichamiz. Jillimisiz dada, mumkin emas. Bunga doktor aytdi. Umuman hech narsa ichish mumkin emas, faqat yotish kerak. Tuva qildim, hozirgi kelinlar tegma nozik bo'lgan. Oldingi kelinlar qanday aytdi? Dadajon, Ha, kelin. men paxta yerga ishlashga ketdim. Hay, yaxshi borib keling. Shu kelin bir kuni paxta yerni ichida tug'masa bo'ldi-da. Oling dadajon. Kelin, nima bu? Paxta yerda tug'dim, qo'shnilar yordam berdi. O'g'ilmi, qizmi? Bilmayman, qaramadim. Aytdim-ku, shu kelin bir kuni paxta yerida tug'adi deb. Kelin, yaxshi o'tiribsizmi? Bering bachangizni, men qarayman, siz bor ishlaringizni qiling. Dadajon, o'zi bachani sizga bersam yig'laydi, ko'p yig'lasa cherepnoy bo'ladi, o'zim qarayman. Cherepnoy? Kelin, bachangiz yig'layapti, bachangizga qarang. Ha, bacha ko'p yig'lasa o'pkasi kengayadi. Ishlarimni bo'lib keyin qarayman. O'zingiz bilasiz. Xotin, yaxshimisan? Nimadir yegasin kelyaptim, shashlik olib kelaymi? Kelin, nima bo'ldi? Ana shu siz kecha kechqurun o'yinlarga suv septirgansiz, shamollagan mana. Yotibdi endi. Hozirgi kelinlar balli tegma nozik bo'lgan. Bitta suv sepaniga shamolladim endi. Kelin, o'rmang, charchamadingizmi? Yo'q, dadajon Mana charchamadim. qarang, bu loyingiz sal kamlik qilam demay yana bir chiqarishingiz kerak. Tamom dadajon, qoraman. Davay, tezlashing kelin, mana de.